Qizimni yo'qotganimdan keyin hayotim butunlay o'zgardi. 10 oy davomida faqat umid bilan yashadim. Lekin u ketgandan keyin hamma narsa qorong'i bo'ldi. Keyin o'zimga savol berdim. Men to'xtab qolamanmi yo bo'lmasa qizimning orzularini davom ettiramanmi deb. Hozir bugungi dunyoda kichkina vaqtim babamning daftarini yashirincha olib narsalar pishirar edim. Ko'p narsani ko'ydirganman, lekin opam bilan akam boshida o'zi shuning bo'ladi, keyin o'rganib ketasan deb hamma meni qo'llab-quvvatlar edilar. Bu kasb esa men uchun hobbi bo'lgan. Keyin kurslarga bordim, ustozlarimni o'rgandim. Bugun esa har bir tortim bu shunchaki shirinlik emas. Bu qizimni amalga oshmay qolgan orzulari va men ularni birma-bir amalga oshirib turibman. Agar siz ham noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, meni kuzating va bu yerda faqat siz retsept emas, balkim kuch va mehr topasiz.